Dunyo mo'jizalarga boydir. Unda sizning bir tabassumingiz minglab insonlarning hayotini o'zgartirishi mumkin. 10 yillik tajribaga ega Palma jamoasi minglab xodimlar bilan faoliyatda bo'lib, 10 ga yaqin o'z o'rnini topgan tabrikchilarni tayyorlagan va 45 mingdan ortiq xonadonga mehr-muhabbat, baxt ulashib, ularni tabassum qilishiga sababchi bo'lgan. Hozir esa ulardan birini guvohi bo'lasiz. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Zarhal restoraniga qarab yo'l olyapmiz hozir. Muhammad Aziz va Maftunaxon kelin-po'shalarimizni visol oqshomlari. Kelin-po'shamiz nomlaridan Baxtiyor akamga, dadajonlari, Komila opam, ayajonlariga minnatdorchiliklarni, rahmatlarni yetkazish maqsadidamiz. Borib xursand qilamiz, ko'rasizlar, guvoh bo'lasizlar. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, aziz yurtdoshlar, aziz hamshahrilar, barchalaringizga xayrli oqshom. Bugun Palma kompaniyasi ijodiy guruhi mana shunaqa chiroyli, ajoyib, go'zal tantanlar saroyiga tashrif buyurishdan asl maqsad bugungi kechani qiroli-qirolichasi, ikkala yoshini Muhammad Aziz akamiz bilan Maftunaxon kelin-po'shamizni chin qalbdan tabriklab, ularga uzoq umr, sihat salomatlik, serdavlatlik va bu hayotda har bir inson uchun eng muhimi serfarzandlik tilaymiz. Baxtli bo'lishlariga tilakdoshmiz. Umrlari uzoq, fayzli, barakatli bo'lishiga tilakdoshmiz. Xo'p, bugun kelin-po'shamizni Maftunaxonni takliflariga binoan tashrif buyurganmiz. Bir necha kun ilgari telefonda gaplashganimizni aytib qoldilar. Hayotimdagi eng muhim sanalardan biri. O'sha kuni fursatdan foydalanib mana bu dunyoga kelishimga sababchi bo'lgan insonlarga rahmat aytmoqchiman. Oq yuvib, oq taragan otam bilan onam shu yerda bo'ladilar. Baxtiyor akam bilan Komila opam, bitta qarsaylaringiz va ularni taklif etamiz. Yaxshiroqqa yonlariga turib olishlari mumkin. Baxtiyor akam, Komila opam, bugun farzandlaringiz sizga rahmat aytmoqchilar. Telefonda gaplashganimizda aytib qoldilar. Men eng kenja farzandlarimman. Eng erka farzandlarimman. Otam bilan onam butun umr mehnat qilib, biz farzandlarning ko'ngliga qarab, oq yo'l, oq taraf, hayotning qiyinchiliklarini o'zlariga olib, bizni orzularimiz ushalishi uchun bor kuchlarini berdilar. Hech kimdan kam qilmadilar. Toshkentda o'qiyman dedim, barcha imkoniyatlarni yaratib berdilar. Ko'nglimda istaklarimni hammasini muhayyo qildilar. O'zlari yemasdan, o'zlari ichmasdan butun boru yo'qlarni biz farzandlar uchun berdilar. Rahmat aytmoqchiman. O'sha kuni hamma oldida minnatdorchilik izhor etmoqchiman. Va bir narsani bilishlarini istayman ota-onalar. Mana shuncha umrim mobaynida biror kishini ota-onasiga hali havas qilganim emas. Chunki ota-onamdek insonlarni ko'rmadim. Barcha qiyinchiliklarni, azoblarni, sinovlarni hammasini o'zlariga oldilar. Umrlari mobaynida oson o'tmadi hamma narsa. Qiyinchilik kunlar bo'ldi, lekin ota-onam bizga bildirmadilar. Faqat yaxshi kunlarni hadya etdilar. Endi rohat ko'radigan davrlari kelyapti. Akam, opalarim, biz xizmatlarda bo'laylik, ota-onam rohatimizni ko'rsin. Buni sizlarni tabriklayman. Agar ruxsat bersangizlar, farzandlaringiz nomlaridan ularning dilishqorlarini va rahmatlarini o'qib bermoqchiman sizlarga. Ruxsat berasizmi, Baxtiyor aka, Komila opa, sizlar uchun farzandlaringizni ko'ngildagi so'zlar. Duolar qildingiz iqbolim tilab, halol yedirdingiz boshimni silab, baxtga yetishimga o'zingiz sabab. Rahmat sizga ota, rahmat onajon. Men deb yashadingiz o'tkazib umr, uyqulardan kechib tutqazib huzur. Borligingiz uchun Allohga shukr. Rahmat sizga ota, rahmat onajon. Men sabab halovat bilmaganim siz. Mening erdam uchun tilmaganim siz. Har qachon yonimdan jilmaganim siz. Rahmat sizga ota, rahmat onajon. Sizlarga tabriklar. Ajoyib joylar. Ajoyib sovg'alar. Joylab
tasbih olib kelib qo'yinglar. Qarsalaringiz muborak bo'lsin. Marhamat. Tabriklashingiz mumkin. Kelib qo'shingizlarga o'qib qo'ying. Aybdorlarga tabriklab qo'yishingiz mumkin. Hammaga sizni borligingiz olar. Hammasi aziz, ona aziz, muqaddas ona aziz, muqaddasdir, olamdir siz, ona jonim ona, mehribonim, farishtasiz, ona aziz, muqaddas ona. Şüphesiz ona zamin kabidirsiz, siz ham ulug', siz ham aziz, ona aziz, muqaddas ona aziz, muqaddasdir, olam ishra. Rahmat. Bayramlar bilan tabriklaymiz. Baxtiyor aka, komiliyatni muborak bo'lsin. Baxtiyor xonimga gaplashganda aytib qoldilar. Onamni yaxshi ko'raman. Balki aytolmagan bo'lishim mumkin, ko'ngildagi gaplarni. Lekin faxrlanib shunaqa odam bo'lgan. Mana shu umrlar mobaynida ko'p savollarni boshlandi o'tkazdi. Ko'p qiyinchiliklar bo'ldi. Lekin yaratganim onamga juda mustahkam iroda bergan. Hech qachon qiynalyapman demaydilar. Kulib turadilar, hammasi yaxshi deydilar. Onamning matonatiga, sabriga rahmat aytmoqchiman. Bir ayol qila oladigan barcha ishlarni hammasini qilganlar. Bir ayol ko'taradigan sinovlarni hammasini ko'targanlar. Endi rohat ko'radigan davrlar keldi. Baxtimga sog' bo'lsinlar. Xudo xohlasa biz xizmatlarda bo'laylik, onam rohatimizni ko'rsin. Sizlarni bugun tabriklayman. Agar ruxsat bersangiz mikrofonni sizlarga bermoqchiman. Bugun shuncha inson, mehmonlar, sizlarning oilalaringizni hurmat qilib kelgan, farzandlaringiz uchun aytadigan gaplaringiz bo'lsa, kameralar sizlarni olyapti. Tarixga muhrlanadi. Baxtiyor aka, Komil opa, durustxonlar bo'lsa, farzandlar uchun aytadigan o'rin hozir. Tabriklaysizlar bolalaringizni. Marhamat. Rahmat qizim. Bugungi hayot yo'liga qo'yayotgan qadaringni tabriklayman. Kelajakda baxtli insonlar bo'linglar, ikkalanglar. Baxtli ota-ona bo'linglar. Uzoq umr ko'ringlar. O'g'illar qizli bo'linglar. Nima deyiladi? Siz hamisha sog' salomat bo'linglar, ota-onalaringiz baxtiyor. Ota-onalaring vaqtiga omon bo'linglar. Nasib etsin, qancha yaxshi kunlarga uchrash. Yaxshilab o'zing sog' salomat bo'linglar, ko'ringlar. Desam, Alloh biladi. O'zimni bunchalik emasman. Men baxtli saodat bo'laman. Oh
bo'lib biz bilan baham ko'rganlaringiz uchun benihoyat xursandman. Hammalaringizga sog'lik salomatlik tilayman. Maftunajonim, Asal qizim, o'zga yurtlarga ketdingizsa, baxtli, saodatli bo'lgin. Qo'shganim bilan qo'shni qarigin, quvvatli, jumali, o'zlaringizga ko'payib, baxt saodat. Har bir ravon bo'lsin, Asal qizim. Shunday tabrik uchun, shuncha hurmat uchun sizlarga ta'zim etaman. Rahmat sizlarga. Baxt tilayman, omad tilayman. Har doim baxtli yashashsin. Rahmat sizlarga. Yaxshi kunlarga, eng saodatli kunlarga sharaflan ekanman. Mana bugun kishilarga sizlar asboblarim, xalq xizmatida bo'lgan san'atkorlar mana shu Qur'on kitobni sovg'a qilgan ekansizlar. Men shuni hozir boshlab o'qib bermoqchiman. Xatolarimiz uzr. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allohim hamisha siratal mustaqim bo'lib, Alloh hamisha yo'llarni ravon qilsin. Doim yo'llaringizni baxtiga sherik qilib yuribsizlar. Qo'shaqlaringizlar baxti saodatli bo'lsin. Qizimiz tushgan joyiga qosh bo'lib ketib, ko'karib, bu dunyoda odamlarning farzandlariga yaxshi ilmlar berib, o'zlariga o'xshagan o'qimishda solih va solih farzandlar ko'rishni nasib eylesin. Rahmat sizlarga. Yashab ijod etgan mana kuyovimni ota-onasiga minnatdorchiligimni bilaman. Doim sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Har doim bu kishilarni hurmatida, ta'zimda Xudo bilan muborakbod etaman. Bayramlaringizni tabriklaymiz. Bugun farzandlaringiz harakat qilyapti, ko'ngildagi muhabbatlarni sizlarga izhor etishga. Farzandlaringiz baxtlariga har doim sog' bo'linglar. Nabiralaringizni sonlari ko'paysin. Nabiralarning huzur halovatini ko'rish nasib etsin. Ruxsat bersalar esdalikka rasmga olamiz, yaqinroq tura olasizlar va sizlar uchun musiqiy taronalar bo'ladi. Farzandlaringiz nomlaridan taqdim qilamiz. Bo'ladimi? Marhamat. Shohjahon Meliboyevga navbat beramiz. Marhamat. Dardlarimga darmonim mana, siz bor sira ko'rmadim mana. G'amxo'rginam, mehribonginam, sizni juda yaxshi ko'raman. Duoda siz men uchun doim, shirin so'zim mehrga boyim. G'amxo'rginam yuzlari oyim, sizni juda yaxshi ko'raman. Siz men uchun tugalmas davlat, borligingiz uzilgan baxt, oyog'ingiz ostida jannat. Sizni juda yaxshi ko'raman. Bu dünyada varıyorum anam. Anam benim, erdoğanım, yeganam benim. Bu dünyada varıyorum anam. Şirin kuşboyu reyhanımsız, bu dünyada tenhayımsız. Behayımsız, sizni juda yaxshi ko'raman. Dardlarimga darmonim onam, siz bor sira ko'rmadim.
Ben horginam Xudo sizni juda yaxshi bu dunyoda